Yaqindan ko'rsatishingiz mumkin. Machalkalar bir xil. Onlarimiz razmeri 3.6 ga 1.17. Zakasiga qarab o'zgartirib berilaveradi. Go'shtimiz 12 talik. Yog'ochlarda. Yaqinroqdan ko'rsatishingiz mumkin. Onlarimiz son taxta bo'ladi. Stullar yong'oqda. Tuymali fason qilib ishlangan joziba kapalar deydi buni. Tuymali qilib ishlangan. Onlarimiz razmeri 3.6 ga 1.17. Zakasiga qarab o'zgartirib berilaveradi. Machalkalari 19 plotli 3 qavat bo'ladi. Silinasi. Net. Hozir 3 qavat qo'yiladimi? Ha, 3 3 qo'yiladi. 9 sm bo'ladi balandligi. Spinkamizga keladigan bo'lsak, yaqinroqdan ko'rsatishingiz mumkin. Tuymali bo'lib ishlangan. 3 qavat bunisi 3 bo'ladi machalkasi. Spinkasining. Bu orqasi, nima? DP bo'ladi. DPga qattirilgan, ha. Tuyma tortiladi DPga. Xo'p, stuli yong'oqdan dedingiz, ha? Ha, yong'oqdan. Material qayerda endi buni? Buni materiali Xitoy. Xitoydan keladi-da endi. Endi u Turkiyani materiallari ham bor, unga alohida to'xtalib o'tamiz. U Turkiya material qo'yilgan ishlarimiz ham bor. Bu Xitoydagi. Ha, bu Xitoydagi. Spinka ham, sidina ham Xitoydagi, ha? Bu materiali. Ha, material. Ha. Matos. Matos, ha. Xitoydagi. Stulni material deb tushunmasdan, ha? Stuldagi 100% yong'oq. Ha, bu yog'ochi yong'oq. Bu rangimiz shampan rangi deyiladi. Zakasiga qarab o'zgartirib berilaveramiz. Gold desa gold, shampan desa shampan. Oq ham qilib beraverasizlar, ha? Oq ham qilib berilaveradi. Xo'p, xonlarini ham MDF qilsa ham bo'laveradi, laminat. Zakasiga qarab MDF laminat, display laminat, ha? Bo'laveradi. Xo'p, razmeri ham o'zgaraveradi keyin xonlar. Razmeri zakasiga qarab o'zgartirib berilaveradi. Endi hozir narxi qo'shiladi-da, baribir, lekin o'zgartirilaveradi, narxi qo'shiladi, ozroq farq qiladi narxi. Xon kattaysa, kichaysa, pul o'zgarilaveradi. Xonni o'zini ham sotaverasizlar, agar deylik zakasi bo'ladigan bo'lsa, xonni o'zi. Zakasi bo'ladigan bo'lsa sotaveramiz. Xonni o'zi. Zakasiga qarab tayyorlab berilaveradi. Stulni o'zi ham, xonni o'zi ham alohida sotilaveradi ham keyin. Zakasiga qarab berilaveradi. Endi ko'proq olinadigan bo'lsa tushib beriladi. Endi hozir umumiy narxi necha pul? Hozir aytganimiz yo'q shekilli narxini. Narxi keladigan bo'lsa, narx $900. Ha, $900. Endi deylik 2 komplektdan oshiqroq oladigan bo'lsa, yoki qilib beramiz. Keyin sal narx tushadi, ozroq, ko'proq zakas beradigan bo'lsa, stulni ham deylik 500 ta, 400 ta zakas beradigan bo'lsa, narx tushaveradi. Ha, tushib beramiz. Xo'p, men tanishtirib bo'ldi-ku umumiy holatini mana ko'rsatib qo'yadi. 12 talik. $900 narxi. Dastavkasi bilan. Dastavkasi bilan. Dastavka qilib berasizlar. Xo'p, buni endi bu ishimizni tushuntirib yuborsiz, bir tanishtirib. Bu ishimiz ham 12 talik. Hozir birinchi ishimizdagi ko'rsatgan tuymali ishimizni bu materialligi. Oldi material, ya'ni bu yoqqa qaratib ko'rsataylik. Mana. Bu oldi material. Ya'ni tuymasiz. Bu mana shu machalkalari bir xil 19 plotli 3 qavat qo'yiladi. Bu yerdan ham yaxshiroq ko'rsatib. Orqalari pardali qilib ishlangan. Pardali degani mana ona asosida aytyapsiz, Shuni nazarda tutaman. Mana. O'zini ko'rishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin. Hop, buni narxini aytaverasiz endi uni. Buni narxi $850 deyilyapti. Dastavkasi bilan. Dastavkasi bilan $850. Endi buni tanishtirib endi. Usta. Bu ishimiz ham 12 talik. Yog'och bu ishimiz ham. Yong'oqdan bo'lgan. Yaqindan ko'rsatishingiz mumkin. Machalkalar bir xil, ha? Yong'oq. Atirgulmidi bu? Nima edi? Atirgul deyiladi. Bu gulimiz atirgul. Lekin kapalar fason bu.
Plankali, ha? Ha, plankali. Mana oldi orqa material ko'rishingiz mumkin. Orqasida ham bir xil material ekan. Hozir behijolat ishlar. Xonani ham tanishtirib Xona laminat, rossiyskiy laminat bo'ladi. Bizda deyarli hammaniki bir xil. Rossiyadan keladimi bu nima? Ha, Rossiyadan keladi bu laminatimiz. Guli tepasi mana shu yerda bosiladi. Ha, gul tepasi mana shu yerda bosiladi laminatlari. Xonlarimiz son taxta bo'ladi bu. Xon taxta qanaqa endi u xon taxta? Pastlaydimi? Ha, pastlatib ishlatishingiz ham mumkin. Mana pastidagi tumbasi yotkiziladi, bo'yi pastlaydi. Qancha 45 sm atrofida endi, hech qanaqa bo'lib pastlaydi. Mana shunaqa 35, ha, 35 atrofida balandlikda bo'ladi. Bo'yi pastlaydi. Hozir o'zi 75, ha? 75 mi? Hozir mana shu holatda, mana shu turishi 75 sm mi, 70 sm, ha? Ha, shunaqa bo'ladi. Bu endi o'rtacha razmerda endi, to'g'rimi? Ozroq misol deylik, roverda o'yilishi bor, baribir oz-moz farq qilishi mumkin. U aytgandek 1 sm, 1,5 sm endi aytgandek chiqmaydi, oz-moz farqi bo'lib qolishi mumkin. Zakasiga qarab 12 talik, 16 talik berilaveradi. 24 talik desa 24 talik. Unga qarab puli ko'payaveradi misol. Ozaysa, stol ozaysa narx ozaveradi. Bo'ldi. Narxini ham aytib oling, nech pul dedingiz buni? Narxini $850 dedim. $850 dastavkasi ichida. Dastavka qilib beriladi. Hozir bu ozroq nima tushib ham, yorug'lik tushib ham unchalik yaxshi ko'rinmayapti-da. Sal havo aynaroligiga. Holatini uzoqroqdan ko'rsatib qo'y desam, baribir yaxshi ko'rinmayapti-da. Ko'rsatishingiz mumkin. Buni ham aytaverasiz endi bu. Bu ishimiz 16 talik. To'liq. Xonlar xon taxta bu ishimiz ham xon taxta bo'ladi. Bu ishimiz ham yong'oq yog'ochda. Machalkalari aytib o'tganimizdek 9 sm balandlikda bo'ladi. Bu yerda buniki 2 bo'ladi plankalilarga. Plankali kapalar deyiladi. Spinkaniki, ha? Pastida 3 ta machalka, 3likdan 9 sm, ha? Shunaqa bo'ladi. Ha, shunaqa. Bu ishimiz orqasini ham ko'rsatishimiz mumkin. Xohlasa behijolat ishlar. 16 talik dedingizmi buni? Ha, 16 talik. Narxini aytaverasiz endi buni. Ha, buni ishimizning narxi $1400. Dastavka beriladi. 1400 dastavkasi bilan. Bu ishimizda mana shu zakasiga qarab 12 talik ham berilaveradi. Endi 12 talik bu yerda ko'rildi. Xolasi undan, xolasi bundan zakasi bersa bo'laveradi. Tayyorlanaveradi. Xo'p, plankalik nomini aytdingizmi buni? Plankali atirgul. Atirgul. Atirguli borda bu. Xo'p. Laminat, displaminat. Ha, displaminat. Bu ham bir xil, displaminatdan. Zakasiga qarab, buni ham MDF laminat desa MDF laminatdan berilaveradi. Narxi o'zgaradi, ha? Ha, narx qo'shilib qoladi. Hozirroq qo'shiladi. Shunaqa agar o'zgartirish kiritish kerak bo'lsa, o'zgartirib beraverasizlar. O'zgartirib berilaveradi. Buni mana chexoli nima material, chexol materiali? Matosi. Matosi Xitoy. Xitoydan keladi, Xitoydagi. Bu ishimiz esa Turkiya. Ha, undan avvalgi ko'rsatganingiz bu Turkiyanikimidi? Bu materialimiz buniki Turkiyaniki. Bu Xitoy. Zakasiga qarab, undan desa undan, bundan desa undan. Turkiya, Xitoy. Farqi yo'q, tayyorlab berilaveradi. Hozir endi agar turetskiy arzonroq bo'ladimi yo Xitoymi? Narx farq shuni bir aytib o'tsangiz farqlarini. Turetskiy material sal qimmatroq yuradi. Shunga qarab narxi ham o'zgaraveradi. Lekin ba'zida arzon ham bo'lib qoladi, endi haligi ana bitta nima deb bo'lmaydi. Ba'zida turetskiyda ham arzonrog'i ham bo'ladi. Endi bu sal qimmatroq. Xo'p. Bo'ldi, o'zi 16 talik, hamma yo'qni tanishtirib chiqdik. 16 ta stoli bor. Xona 3,5 atrofidamidi? Bu necha bo'ladi buniki? 360 ga 120 bo'ladi. 360 o'rtacha, endi 3,5 ham ozroq nimasi 1 sm farq qilishi mumkin, bo'ladi.
Ozmuncha farq bo'lishi mumkin. Mhm. Mana endi bu joy qaytarib kursi bo'laveradi. Mhm. Bu 12 talik ishimizni bu tarafda 16 taligi. Yana shampan svetda. Guli o'zi shampan svetda o'zi oq rang, ha? Ha, bu rangi shampan gullardan. Hmm. Gul emas. Mana bu rang. Rang shampan svet. Gulidagi rang, ha? Mana. Gulda mana. Kon taxtamizda ham mana Shampan svet. Oqqa separilgan. Yong'oq Shampan yog'och. svet. Mana bunimiz ham press. Mana buni taylarni ko'rsatib ham o'tishimiz mumkin endi. Yong'oq, ha? Yong'oqda o'zining tabiiy gullari bo'ladi mana. Ko'rishlar mumkin. Mana bu tarafini ham ko'rsating. Bu xonimizdan xon taxta bo'ladi. Xon taxta bo'ladi. Narxini ham aytib o'rasiz. Bunimiz narxi $1400. Bir xil ekanda, bu yerdagi avval ko'rsatganingiz bilan narxi bir xil ekan. Endi rangini agar o'zgartirish kerak bo'lsa, narxi o'zgaradi. Deylik, shampan, polni shampan sepib bering deydigan bo'lsa, shampan narxi berilaveradi. Endi narx qo'shiladi ozroq. Narx qo'shilib qoladi. Xohlagan razmerda. Xo'p, endi keyingisini Mana keyingi ishimiz ham 12 talikmi bu ham? Ha, bu ishimiz ham 12 talik. Ko'rishlar mumkin. Bunisi ham yong'oq yog'ochlar. Bu gulimiz ham atirgul, shampan rang. Xonlarimiz son taxta bo'ladi bular. Xo'p, yaqinroqdan bu yonidan ko'rsatib qo'yamiz. Ha, mana bemalol. Umumiy holatini ham ko'rsatamiz endi. Buni ham narxini aytib qo'yasiz. Ha, bunimizning narxi $850. Dastlabkasi bilan. Dastlabkasi bilan 8